Xo'p, qadrli o'quvchilar, sizlar bilan yana bir videoda ulashmoqchiman. Oldingi darslarimiz davomi o'laroq, bu 3-unitda ham biz advance so'zlarni ko'rib chiqqan bo'lamiz. Albatta, bu so'zlar bizni ingliz tilidagi readinglarni to'g'ri tarjima qilishimiz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Demak, boshladik darsda ambiguous. Ambiguous degan tushunarsiz. Unclear, unintentional, unpleasant, unclear. Dissident, qo'zg'olonchi, to'polonchi ma'nosi keladi. Rebel, dishonest person, foolish person. Demak, rebel qo'zg'olonchi degan. Embellish, bezamoq. Hide, decorate, damage. Demak, bizda decorate degan so'zimiz bor. Fritter, behuda sarflamoq. Earn, topmoq. Fritter odatda away bilan keladi. Shuni esdan chiqarmanglar, yozib qo'yinglar shu joyiga. Fritter away. Away. Keyingisi inadvertent, oldindan kutilmagan. Inadvertent, not required, talab qilinadi. Not finished, tugatildi. Not intended. Keyingisi inane, ahmoqona. Silly, pretty shocking, silly. Juxtapose, cover up, o'rab olmoq, qamrab olmoq degani. Juxtapose yonma-yon qo'ymoq degani. Bu yerda sinonim. O'rab olmoq. Put side by side. Mana shu so'z to'g'ri keladi bizga. Replace, o'rnini olmoq. Lethargy, loqaydlik, bo'shlik, sustlik degan. Sust. Aytaylik, ko'p harakat qilmaydigan holatga lethargy. Inactivity, hopelessness, foolishness. Demak, inactivity degan so'zimiz tushadi. Sporadic, onda-sonda bo'lishlik, doimiy emaslik. Steady, regular, long, irregular. Subsidize or subsidies. Bitta subsidies beribdi, lekin ko'p pronunciation'ni ko'rsanglar subsidize deb pronounce qilinadi. Ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi. Pay for, advertise, criticize demak pay for. Birinchi mashqqa qaraymiz. Place close together, especially in order to compare and contrast. Solishtirish uchun yonma-yon qo'ymoq. Qaysi so'z o'rgangandik? Juxtapose, mana bu yerga yozib ketasizlar. Juxtapose. Yozsa bo'ladi. Juxtapose olamiz. Bu joyga joylaymiz. Mana bunday qilsak ajoyib ish bo'ladi. Oson bo'ladi. Great lack of energy, inactive due to laziness. Of lethargy. So'zni o'zini qirqib olayin. Able to be interpreted in more than one way, not clear. Aniq emas, ikki xil, bir yo'l, bitta usuldan ko'proq yoki bir qancha ma'nolarga ega degan ma'noni beryapti. Adashmasam, ambiguous degan so'zni ko'rgandik. Qirqib olamiz. Bu yerga joylaymiz. Without sense, meaning, foolish, ahmoqona, tushunarsiz. Mana bu yerda biz so'zimiz turibdi. Inane. A person poses established ideas, beliefs, especially in politics, religion. Qarshi chiquvchi odam, opposite, qarshi chiquvchi odamni nima deb ko'rgandik? Dissident ekan. Olamiz. Yerga qo'yamiz. Dissident. Shu qilayotgan ishim ham ancha meni so'zlar bilan ishlashga va yodlab qolishga undaydi. Decorate, beautify by adding detail. Beautiful degan so'z mana bu so'zdan. Beauty, beautify, beautiful, beautifully. Decorate, embellish.
qilish. Tanlaymiz. Esa qoldi. Support financially. Moliyaviy qo'llab-quvvatlama. Subsidize. Subsidize. Spend or waste a little at a time. Ozgina-ozgina sarflamoq. Isrof qilmoq ma'nosida. Mana bu yerda so'zimiz bor ekan. Fritter. Qaraymiz. Fritter away bilan keladi deb aytdim. Unintentional, accidental. Tasodifan. Bilish, inadvertent. Oxirgisi happening now and then. Occasional. Sporadic. Qanday qilib birdaniga topyapman do'stlar, bu narsa menda malaka bo'lgan, albatta ko'p o'qiydigan o'quvchilarda ham shu narsa kuzatiladi. So'zlarni tarjimasidan bir yodlab ketish. Bu reading kuchli bolalarda albatta bu narsa oson rivojlanadi. Va birinchi mashqimiz tugadi.